dunyodagi eng raqamlashtirilgan davlatlardan biri Estoniya kadastr tizimi bilan tanishtiramiz. Aholisi 1,4 millionga yaqin bo'lgan Estoniya yer va ko'chmas mulkni boshqarishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanayotgan davlatlardan biridir. Mamlakatda kadastr shunchaki yerlar ro'yxati emas. U milliy axborot tizimi bo'lib, har bir yer uchastkasining chegarasi, maydoni, foydalanish maqsadi, qiymati, tabiiy holati va boshqa texnik ma'lumotlarni o'zida jamlaydi. Har bir kadastr birligiga takrorlanmaydigan kadastr raqami beriladi. Aynan shu raqam orqali yer uchastkasiga oid asosiy ma'lumotlarni aniqlash mumkin. Estoniyada kadastr ma'lumotlari elektron yer reyestri bilan integratsiya qilingan. Bu orqali ko'chmas mulkning maydoni, egasi, cheklovlari, ipoteka va boshqa huquqiy ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Mulk egalari elektron identifikatsiya orqali o'z ko'chmas mulki haqidagi ma'lumot va hujjatlarni bepul ko'rishi, zarurat bo'lganda esa boshqa shaxslarga ulardan foydalanish huquqini berishi mumkin. Yana bir e'tiborga molik jihat – ochiqlik va nazorat. Boshqa shaxsning ko'chmas mulkiga oid ma'lumotlar ko'rilganda, bu so'rov maxsus monitoring tizimida qayd etiladi. Mulkka oid shaxsiy ma'lumotlar qachon va kim tomonidan ko'rilganini aniqlash mumkin bo'ladi. Estoniyada yer reyestri va kadastr jarayonlari maksimal darajada elektronlashtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ilgari 3 oygacha davom etgan ayrim ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari qog'ozsiz tizim orqali o'rtacha 10 kungacha qisqargan. Kadastr ma'lumotlarining boshqa davlat axborot tizimlari bilan integratsiyasi esa shaharsozlik, yer reyestrlarini boshqarish va ko'chmas mulk bilan bog'liq jarayonlarda tezkor va ishonchli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Raqamlashtirish, ochiqlik va aniqlik Estoniya kadastr tizimining muhim jihatlaridan. Estoniya esa faqat raqamli texnologiyalar bilan emas, betakror tabiati bilan ham e'tiborga molikdir. Keng o'rmonlari, minglab orollari va sokin tabiat manzaralari bu mamlakatni o'ziga xos go'zal maskanga aylantirgan.